Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masala haqida gapirmoqchiman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovlari yangi ma'lumotnoma taqdim etilmasa vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar tarqalmoqda. Bu gap ayniqsa pensiya olayotganlar. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar, chet elda vaqtincha yashab turgan pensionerlar, doimiy ro'yxatdan o'tish manzili o'zgarganlar va bank kartasi orqali pensiya oladiganlar uchun juda muhim. Men bugun bu masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimaga ko'proq e'tibor berilmoqda? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yoki bitta yangilanmagan ma'lumot pensiyangiz kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalar uchun juda kerakli bo'ladi. Men avvalo asosiy narsani aniq qilib aytib qo'yay. Pensiya tizimida ma'lumotlar doimiy tekshirib boriladi. Davlat pensiya to'layotganda fuqaroning tirikligi, yashash joyi, huquqi saqlanib qolmaganligi, nogironlik guruhi muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bolalarning o'qishi, bank rekvizitlari, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, doimiy ro'yxat, oilaviy holat kabi ma'lumotlarga qaraydi. Chunki pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi va uni noto'g'ri shaxsga, huquqi tugagan shaxsga yoki hujjati eskirgan shaxsga to'lab yuborish katta muammo hisoblanadi. Oldin ko'p holatda pensioner bir marta hujjat topshirgandan keyin yillar davomida tinchgina pensiyasini olib yurardi. Masalan, odam yoshga doir pensiyaga chiqdi. Pensiya jamg'armasiga kerakli hujjatlarni topshirdi. Keyin har oy bank kartasiga pul tushirdi. Agar manzil o'zgarmasa, pasport muddati tugamasa, nogironlik yoki boshqa muddatli huquq bo'lmasa, u odamdan tez ma'lumotnoma talab qilinmasdi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Elektron bazalar ko'payib, idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Lekin shu bilan birga ayrim ma'lumotlar bazalarda mos kelmay qolishi ham ko'paydi. Masalan, pensionerning ID kartasidagi ism familiyasi bir bazada bitta harf bilan, boshqa bazada boshqa ko'rinishda yozilgan bo'lishi mumkin. Doimiy ro'yxat boshqa tuman bo'yicha ko'rinadi, lekin pensiya boshqa tumandan to'lanayotgan bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha muddat tugagan, lekin odam o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Talaba farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, uning o'qishi davom etayotgani haqida ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda yangi ma'lumotnoma degan talab paydo bo'ladi. Bu har doim ham hamma pensionerga bir xil hujjat kerak degani emas. Kimdandir yashash joyi bo'yicha ma'lumot, kimdandir tiriklikni tasdiqlash, kimdandir nogironlik muddati uzaygani haqidagi ma'lumot, kimdandir o'qish joyidan ma'lumotnoma, kimdandir bank rekvizitlari yoki shaxsni tasdiqlovchi yangi hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men bugun masalani umumiy vahima sifatida emas, balki aniq xavf guruhlari bo'yicha tushuntiraman. Avval pensionerlar ko'pincha hujjatni qog'oz shaklida topshirardi. Pensiya bo'limida alohida papka ochilardi. Unda mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, pasport nusxasi, ariza, ayrim hollarda nikoh guvohnomasi, farzandlar haqidagi hujjatlar, nogironlik xulosasi kabi hujjatlar saqlanardi. Keyin pensiya tayinlanardi va odam har oy pulini olardi. Agar pensiya pochta orqali berilsa, pochtachi uyga olib kelardi yoki fuqaro pochta bo'limiga borib olardi. Bank kartasi orqali bo'lsa, pul kartaga tushardi. Hozir esa ko'p jarayon elektronlashmoqda. Bu yaxshi tomonlari bor. Ayrim hujjatlarni idoraning o'zi elektron bazadan ko'rishi mumkin. Odam har safar qog'oz ko'tarib yurmaydi, to'lov tezlashadi. Lekin elektronlashuvning bitta talabchan tomoni bor. Bazadagi ma'lumot to'g'ri va yangilangan bo'lishi kerak. Agar bazada xatolik bo'lsa, tizim avtomatik ravishda shubhali holat sifatida ko'rishi mumkin. Shunda pensiya to'lovini to'xtatish emas, avvalo tekshirish boshlanadi. Lekin tekshirish vaqtida to'lov kechikishi yoki vaqtincha bloklanishi mumkin. Masalan, Oltintakis yoshli otaxon Toshkent viloyatida pensiyaga chiqqan. Keyin farzandlari yoniga Samarqandga ko'chib ketgan. Doimiy ro'yxati hali eski manzilda, bank kartasi eski tuman orqali ochilgan, telefon raqami ham yangilanmagan. Pensiya tushmay qolsa, u bankni ayblaydi. Aslida esa pensiya bo'limida fuqaroning yashash ma'lumoti, aloqa ma'lumoti aniqlashtirilsin degan talab chiqqan bo'lishi mumkin.
Agar otaxon o'z vaqtida borib, yangi manzilini, ID kartasini, bank rekvizitlarini yangilasa, muammo hal bo'ladi. Yana bir misol, iki guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladigan fuqaroning tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi 1 oktyabrgacha amal qiladi. U qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin kechikdi. 10 oktyabrdan keyin tizimda uning nogironlik huquqi tasdiqlanmagan ko'rinadi. Bunday holatda pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi mumkin. Fuqaro men oldin ham pensiya olib kelganman-ku deb hayron bo'ladi. Lekin muddatli huquq bor joyda muddat tugaganidan keyin yangi tasdiq talab qilinadi. Yana bir oddiy vaziyat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila bor. Farzand 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Bunday holatda u o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar oliygoh yoki kollejdan ma'lumot yangilanmasa, tizim 19 yoshdan oshdi. Huquq tugagan bo'lishi mumkin deb ko'radi. Natijada pensiya to'xtatiladi yoki aniqlashtirishga qo'yiladi. Farzand aslida talaba bo'lsa ham, hujjat bo'lmasa to'lovda muammo chiqadi. Men birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan. Lekin oxirgi yillarda pasportini ID kartaga almashtirgan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar sizning pensiya ishida eski pasport ma'lumotlari turgan bo'lsa, yangi ID karta ma'lumotlarini pensiya bo'limiga yoki tegishli xizmatlar orqali yangilatganingiz ma'qul. Ko'p odam ID kartini olganimni davlat o'zi biladi-ku deydi. Ha, ko'p hollarda idoralar biladi. Lekin barcha ma'lumotlar avtomatik va xatosiz bog'langan deb o'ylash to'g'ri emas. Ayniqsa familiya o'zgargan, ismda apostrof yoki harf farqi bo'lgan, tug'ilgan sana bir joyda noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Sizda nogironlik muddasiz belgilanganmi yoki ma'lum muddatgami? Buni aniq biling. Agar xulosangizda muddat ko'rsatilgan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Ko'p odamlar shifokorlar chaqirsa boraman deb kutib o'tiradi. Lekin men bunday yondashuvni tavsiya qilmayman. O'zingiz poliklinikaga, oilaviy shifokorga, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibiga oldindan murojaat qiling. Chunki hujjat bir kunda tayyor bo'lmasligi mumkin. Agar 10 oktyabrga kelib tasdiq bazaga tushmagan bo'lsa, pensiya kechikishi ehtimoli bor. 3-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda ayniqsa 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar e'tiborli bo'lishi kerak. O'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda farzandning FAH, tug'ilgan sanasi, kursi, ta'lim shakli, o'qish boshlangan sana va davom etayotgani ko'rsatilgan bo'lsin. Agar farzand sirtqi yoki kechki ta'limda o'qisa, hamma holatda ham pensiya huquqi saqlanadi deb o'ylamang. Bu masalada pensiya bo'limidan aniq javob oling. Chunki pensiya turi va qonuniy asosiga qarab farq bo'lishi mumkin. 4-guruh chet elda vaqtincha yoki doimiy yashab turgan pensionerlar. Agar siz pensiyani O'zbekistondagi kartaga olayotgan bo'lsangiz, lekin uzoq vaqt mamlakatga kelmagan bo'lsangiz, tiriklikni tasdiqlash yoki yashash holatini aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Ba'zi odamlar kartani qarindoshiga berib qo'yadi. Qarindoshi pulni yechib turadi. Bu juda xavfli holat. Agar pensionerning o'zi tirikligi, roziligi, huquqi tasdiqlanmasa, to'lov bloklanishi mumkin. Chet elda bo'lsangiz. Konsullik orqali qanday tasdiq berish kerakligini oldindan surishtiring. 5-guruh bank kartasi muddati tugagan yoki bank rekvizitlari o'zgarganlar. Pensiya tushmay qolsa, hamma vaqt muammo pensiya jamg'armasida bo'lmaydi. Karta bloklangan, muddati tugagan, hisob raqam yopilgan, bank bilan bog'liq texnik muammo bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun pensiya to'lovini kutayotgan oyda kartangiz faolmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, bank hisobingiz ochiqmi? Shularni tekshirib qo'ying. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, IDda kartangiz amalda bo'lsa, doimiy yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, hech qanday muddatli nogironlik, talabalik yoki boshqa shartli huquq bilan bog'liq bo'lmasangiz, odatda sizda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin bu umuman hech narsa qilmasam ham bo'ladi degani emas. Kamida o'zingizning hujjatlaringizni bir marta tekshirib qo'ying. ID, karta muddati, bank kartasi muddati, telefon raqamingiz, pensiya bo'limida turgan manzilingiz, familiya va tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi? Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam biror muammo chiqmaguncha hujjatga qaramaydi. Keyin pensiya tushmay qoladi. Bankka boradi. Bank bizga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi.
u yerda ma'lumotingiz yangilanmagan deyishadi. Keyin hujjat yig'ish boshlanadi. Navbat, ariza, kutish, qayta tekshirish. Natijada odam asabiylashadi. Pul esa o'z vaqtida kelmaydi. Shuning uchun men hammaga profilaktika sifatida oldindan tekshiruvni tavsiya qilaman. Birinchi nozik jihat, pensiya butunlay bekor bo'ldi degan gap bilan vaqtincha to'xtatildi degan gap bir xil emas. Agar hujjat yetishmasa, ma'lumot aniqlashtirilmasa yoki muddatli tasdiq yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu holatda siz huquqingizni tasdiqlasangiz, ko'p hollarda to'lov qayta tiklanadi. Lekin qaysi sanadan qancha muddat uchun qanday tartibda qayta to'lanishi aniq vaziyatga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmaslik eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi nozik jihat, qo'shnimdan shunday hujjat so'rashibdi. Demak, mendan ham shu kerak deb xulosa qilmang. Har bir pensionerning holati alohida. Bir odamdan talabalik ma'lumotnomasi so'raladi, ikkinchisidan nogironlik xulosasi, uchinchisidan yashash joyi ma'lumoti, to'rtinchisidan bank rekviziti. Siz avvalo o'zingizga aynan nima kerakligini aniqlang. Telefon orqali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, mahalladagi mas'ullar orqali yoki to'g'ridan to'g'ri pensiya bo'limiga borib so'rang. Uchinchi nozik jihat. Ma'lumotnomadagi sana juda muhim. Eski ma'lumotnoma ba'zan qabul qilinmasligi mumkin. Masalan, talaba farzand uchun o'tgan yilgi ma'lumotnomani olib borish foyda bermaydi. Yangi o'quv yili boshlanganini va ayni paytda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha ham eski xulosa muddati tugagan bo'lsa, u hujjat bilan to'lovni davom ettirish qiyin. To'rtinchi nozik jihat, hujjatdagi ism, familiya aynan mos bo'lishi kerak. Masalan, pasportda O'g'loy deb yozilgan, ma'lumotnomada O'g'loy deb yozilgan bo'lsa, tizim yoki xodim bu farqni xato deb ko'rishi mumkin. Tug'ilgan sana 12.2008 o'rniga 12.2008 yozilib qolsa, bu ham muammo. Shuning uchun ma'lumotnomani olgan zahoti tekshiring. Xatoni uyga kelib emas, o'sha joyning o'zida tuzattiring. 5-nozik jihat. Qarindosh orqali ish yuritishda ishonchnoma masalasi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, kasal bo'lsa yoki chetda bo'lsa, uning nomidan hujjat topshirayotgan odamda qonuniy vakolat bo'lishi kerak. Oddiy men o'g'liman yoki men keliniman deyish har doim yetarli bo'lmaydi. Ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki tegishli tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa bankdan pul olish, ariza berish, ma'lumot o'zgartirish kabi holatlarda bu juda muhim. Eng ko'p uchraydigan xato pensiya tushmagan kuni kutib o'tirish. Balki ertaga tushar, balki tizim ishlamayotgandir. Hammaniki kechikayotgandir deb undan 25 kun o'tkazib yuborishadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Pensiya odatdagi sanadan 2-3 ish kuni kechiksa, avvalo bankni tekshiring, keyin pensiya bo'limi bilan bog'laning. Muammoda aniqlansa, tezroq hal bo'ladi. Ikkinchi xato, hujjatni telefonda rasmga olib yuborish yetarli deb o'ylash. Ayrim joylarda elektron nusxa vaqtincha ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin rasm sifatsiz bo'lsa, muhr ko'rinmasa, sana o'qilmasa, FIH tushunarsiz bo'lsa, qabul qilinmasligi mumkin. Rasm emas, rasmiy ma'lumotnoma, QR kodli elektron hujjat yoki talab qilingan shakldagi hujjat kerak bo'ladi. Uchinchi xato. Pensiyamni bloklashga haqqi yo'q deb janjal bilan borish. Men tushunaman, pensiya ko'p oilalar uchun asosiy daromad, lekin muammoni janjal emas, hujjat hal qiladi. Xodimdan aniq so'rang, qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi sana bo'yicha? Qaysi tartibda topshiraman? Ariza yozish kerakmi? Qancha kunda ko'rib chiqiladi? To'lov qayta tiklanganda o'tgan oylar ham beriladimi? Javobni iloji bo'lsa yozib oling yoki arizangizga kirim raqami oling. To'rtinchi xato, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Pensiya shaxsiy to'lov. Agar pensionerning o'zi puldan foydalanmayotgani, karta boshqa odam qo'lida ekani, pensioner chetda yoki aloqasiz ekani aniqlansa, bu jiddiy tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Agar pensioner keksaligi yoki kasalligi sabab pulni o'zi ololmasa, qonuniy ishonchnoma bilan tartibga soling. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni stol ustiga qo'ying va tekshiring. ID karta yoki pasport, bank kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganiga oid hujjat, nogironlik xulosasi bo'lsa u, talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa u, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Har birida ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH, shir, hujjat muddati, manzil to'g'ri ekanini ko'ring. Ikkinchi qadam, qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz oddiy yoshga doir pensionermisiz?
Nogironlik pensiyasi olasizmi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Chet elda yashayapsizmi? Manzilingiz o'zgargan, bank kartangiz almashtirilganmi? Agar shu savollardan bittasiga ha desangiz, sizga ma'lumot yangilash kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam pensiya bo'limi bilan bog'laning. O'zingiz yashayotgan tuman yoki shahar pensiya bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali so'rang. Men tavsiya qiladigan savol juda oddiy. Mening pensiya to'lovim davom etishi uchun 10 oktyabrdan keyin yangilanishi kerak bo'lgan hujjat yoki ma'lumot bormi? Shu savolni aniq bering. Agar bor deysa, hujjat nomini, shaklini, qayerdan olinishi va oxirgi topshirish muddatini aniqlang. 4-qadam kerakli ma'lumotnomani yangi sanada oling. Talabalik bo'yicha bo'lsa, o'qish joyidan oling. Nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasini yangilang. Yashash joyi bo'yicha bo'lsa, tegishli ro'yxat ma'lumotlarini tekshiring. Bank rekviziti bo'lsa, bankdan hisob raqam ma'lumotini oling. Chet elda bo'lsangiz, konsullik yoki vakolatli organ orqali tiriklikni tasdiqlash tartibini so'rang. 5-qadam hujjat topshirganda albatta tasdiq oling. Ariza yozsangiz, kirim raqamini so'rang. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. Qog'oz topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana qo'ydiring yoki kamida qaysi xodim qabul qilganini, qaysi sanada topshirganingizni yozib qo'ying. Chunki keyin hujjat kelmagan degan holat bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam pensiya tushishini nazorat qiling. Agar odatda har oyning 5 sanasida tushsa, 5 sanadan keyin hisobingizni tekshiring. Tushmasa, darhol bank va pensiya bo'limi bilan bog'laning. Bir oy kutib turay demang. Vaqt o'tgan sari muammoni aniqlash ham, pulni qayta hisoblatish ham cho'zilishi mumkin. Keling, vaziyat yanada tushunarli bo'lish uchun bir nechta misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 72 yoshli ona yoshga doir pensiya oladi. U 2023 yilda ID karta olgan, lekin pensiya bo'limiga yangi hujjat kiritmagan. Bank kartasi ham eski pasport bo'yicha ochilgan. Pensiya bir oy kechikdi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, shaxsiy ma'lumotlar moslashtirilishi kerak. Ona ID karta nusxasi, bank rekviziti va ariza bilan murojaat qildi. Ma'lumotlar yangilangandan keyin to'lov tiklandi. Bu holatda katta muammo yo'q, lekin vaqt yo'qotildi. Ikkinchi misol. 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Maktabni bitirib universitetga kirgan, lekin pensiya bo'limiga o'qishga kirgani haqida ma'lumotnoma topshirmagan. Tizimda u 10 yoshdan oshgan deb ko'rinadi. Pensiya to'xtaydi. Talaba universitetdan kunduzgi bo'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olib boradi. Agar u buni sentyabr boshida qilganida, oktyabrda muammo bo'lmasdi. Kech qilgani uchun to'lov kechikdi. 3-misol. 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladigan erkak kishi qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubordi. Xulosa muddati o'tib sentyabrda tugagan. 10 oktyabrdan keyin to'lov to'xtatilganini bildi. U poliklinikaga bordi, hujjatlar yig'ildi. Ekspertizadan o'tdi. Yangi xulosa chiqdi. Lekin shu jarayon 2-3 hafta oldi. Bu vaqt ichida oilaning asosiy daromadi kechikdi. Sababi bitta, muddat oldindan nazorat qilinmagan. 4-misol. Pensioner chet elga farzandining oldiga ketgan, kartasini uyda qoldirgan, qarindoshi har oy pulni yechib yurgan. Bir kuni bank operatsiyasi shubhali ko'ringan yoki pensiya bo'limi tiriklikni tasdiqlashni so'ragan. Pensionerning o'zi mamlakatda emas, hujjatni tez topshira olmaydi. Natijada to'lov bloklanadi. Agar u ketishdan oldin qonuniy tartibni so'rab, ishonchnoma yoki konsullik orqali tasdiq masalasini hal qilganida bunday qiyinchilik bo'lmasdi. Men yana bir masalani alohida aytaman. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya bloklanadi. Hujjatingizni men hal qilib beraman, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting. Pul o'tkazing degan odamlar paydo bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, PIN kodini, mobil ilova parolini hech kimga bermang. Pensiya masalasi rasmiy idora orqali hal qilinadi. Hujjat topshirish uchun sizdan yashirin kod so'ralmaydi. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, 10 oktyabrdan pensiyangiz bloklanadi, hozir kartangizni tasdiqlaymiz desa, darhol suhbatni to'xtating. Bankka o'zingiz rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Pensiya bo'limiga o'zingiz boring yoki rasmiy kanal orqali murojaat qiling. Ayniqsa keksalarimiz bunday qo'ng'iroqlarga ishonib qolishi mumkin. Farzandlar, nevaralar, iltimos, ota-onangizning hujjatlarini birga tekshirib bering, lekin ularning kartasini o'zingizda ushlab yurishni odat qilmang.
Agar pensiya allaqachon to'xtagan bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchi navbatda sababini yozma yoki aniq og'zaki shaklida biling. Blok bo'lgan degan umumiy gap yetarli emas. Sabab nima? Hujjat muddati tugaganmi? Ma'lumot mos emasmi? Bank rekviziti xatomi? Tiriklik tasdiqlanmaganmi? Nogironlik xulosasi yo'qmi? Talabalik ma'lumotnomasi yo'qmi? Sabab aniq bo'lmasa, yechim ham aniq bo'lmaydi. Keyin kerakli hujjatni topshiring va ariza yozing. Arizada pensiya to'lovining to'xtatilish sababini bartaraf etish va to'lovni qayta tiklashni so'rayman. Mazmunda yozish mumkin. Albatta, ariza matni joyidagi tartibga qarab farq qiladi. Xodimlar sizga namunani ko'rsatadi. Sizning vazifangiz hujjatni to'liq, xatosiz va o'z vaqtida topshirish. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi gapning mohiyati shuki, 10 oktyabrdan keyin ayrim fuqarolarning pensiya to'lovlari yangi yoki yangilangan ma'lumotnoma bo'lmasa vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu hammaga birdek tegishli vahima emas. Lekin xalq guruhidagi odamlar uchun juda jiddiy ogohlantirish. Ayniqsa nogironlik pensiyasi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talaba farzandlar, chet elda yashayotgan pensionerlar, pasport yoki ID karta ma'lumotini almashtirganlar, manzili va bank rekvizitlari o'zgarganlar hozirdan tekshiruv qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling, ma'lumotnomalarni yangilang, ariza topshirsangiz tasdiq oling. Pensiya sizning qonuniy haqqingiz, lekin bu haqqingiz uzluksiz kelib turishi uchun hujjatlar ham tartibda bo'lishi kerak. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha shunday ogohlantirishlar bo'ldimi? Sizdan yangi ma'lumotnoma so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa odamlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa uyida pensioner bor oilalarga bu ma'lumot juda kerak bo'lishi mumkin.